Prostata bezini erkaklar uchun nimaga kerak ekanligini va u salomatlikda erkaklar hayotida qanday rol o'ynashini asosiylarini aytib beraman. Ana shundan juda yaxshi xulosalar chiqarasiz. Birinchisi, prostata bezi erkaklarda nasl qoldirishda juda katta rolga ega. Prostata bezi maxsus suyuqlik chiqaradi. Bu suyuqlik spermatozoid urug'larini oziqlantirib, ularni harakatchanligini ta'minlaydi. Agar prostata bezi shamollasa, prostatit bo'lib yuraversangiz, urug' sifati va tezligi kamayib ketadi. Spermatozoidlarning turli qobiliyatlari susaya boshlaydi. Demak, bilingki, prostatit siyganda tomchilab siyish yoki siydiqning napori kamayib ketishi bilan namoyon bo'ladigan prostatit kasalligini o'z vaqtida davolatmasa, spermatozoid urug' suyuqligini tarkibi buzilib ketadi-da, urug' hujayralarining sifati pasayib ketadi. Har jihatdan, foiz jihatdan, tezlik jihatdan anomaliyalar ko'payib ketadi. Birinchi rolni tushundingiz-a? Ikkinchi vazifasi prostata bezini klapanlik. U prostata bezi mana siydiq qopi ushuni tagidangina joylashgan bo'ladi-da, siydiq qopidan tushgan kanal siyadigan kanal. Prostata bezini ichidan o'tgan. Ereksiya paytida, jinsiy aloqa paytida siydiq kanalga oqib chiqmasligi uchun prostata bezi mahkam ushlab turadi, siqib turadi. Jinsiy aloqa bo'lgan paytida o'sha siydiqni urug' yo'llariga aralashib ketmasligini ta'minlab turib, yopib turadi, kranik bo'lib. Agar siygingiz qistab, ko'p chidab yuradigan bo'lsangiz yoki siygingiz kelib turgan paytda jinsiy aloqani davom qilaveradigan bo'lsangiz, prostata bezi ichki tomondan yomon nagruskaga tushadi-da, yirtilay-yirtilaydigan darajaga boradi. Har safar siygingiz kelgan paytda tez kichik hojatga chiqib, quvuqni bo'shatib yuborish kerak. Aks holda erkaklari prostata bezini klapanlik vazifasi zaiflashib boraveradi. Keyingi vazifasi prostata bezini himoya, защитный funksiya. Prostataning suyuqligida maxsus moddalar bor. Spermatozoid hujayralarini spermani ichida bakteriyalardan himoya qilish uchun ishlab chiqiladi. Shu orqali jinsiy yo'llarni infeksiyadan, mikrobdan, ayniqsa prostata suyuqligini bakteriyalardan himoyalab turish uchun prostata bezi maxsus moddani ishlab chiqaradi. Demak, qanchalik prostata bezi sog'lom bo'lsa, shunchalik jinsiy shamollash kasalliklariga bardoshligingiz yuqori bo'ladi. Keyingi funksiyasi gormonlar bilan bog'liq ahamiyati. Prostata testosteronni faol shaklga aylantirishda ishtirok etadi. Bu esa erkaklik kuch-quvvati, libido mayli normada ushlab turadi. Prostatit bo'lib yurib davolatmaydigan, tomchilab siysa ham chidab yuraveradigan odamlarni ereksiyasi, jinsiy quvvati, baquvvatligi susayib boraveradi va testosteron kamayib ketaveradi. Demak, testosteronni bir shakldan ikkinchi shaklga o'tkazishda prostata bezini roli juda katta ekan. Xulosa qilib aytganda, prostata bezi erkak organizmini qo'riqchisi ham ikkinchi yuragi ham. U nasl qoldirish, jinsiy funksiya, siydiq chiqarish va hatto immun himoyada ham ishtirok etar ekan. Shuning uchun erkaklar prostata bezi kasalliklarini o'z vaqtida shu joningizni jabborga berib deydi-ku, qayg'urib, davolatib, lecheniya qilib, salomatligini yaxshilashga qaratilgan mashqlarni vaqtida qilib bajarib turing. Хорошо? Prostata beziga foydali maslahatlarni juda ko'pchiligini YouTube'da chiqarganman. Xususan, mobil ilova kitobimda ham turli-tuman tabiiy retseptlargacha yozib berganman. Shunday qilib, bugun sizlarga eslatmoqchi bo'lgan asosiy prostata bezi haqidagi важный ma'lumotlar shulardan iborat edi. Shunday jinsiy uyaladigan savollaringiz bo'lsa, chiroyli, akkuratni qilib qog'ozga o'rab kommentariyalarga yozing. Men tezroq video shaklda sizlarga lavha tayyorlab beraman. Xo'p, keyingi lavhalargacha o'zingiz ehtiyot qiling. Poko. Juda ko'p bepul imkoniyatlar yaratilgan. Misol uchun, ovulyatsiya kunini hisoblab bilish yoki o'z analizlaringizni natijasini tibbiyot tomonidan tekshirib ko'rish. Sababi nega kamaydi yoki nega o'zgardi, yechimi qanday bilish imkoniyatlari. Doktor Ishchanovning mobil innovatsion dastur kitobi chiqdi. Bu kitob hamma tibbiy sohalar bo'yicha turli-tuman mavzulardan iborat. Mana eng kerakli, eng ko'p tashxislar yozma shakllarda, foto, video shakllarda joylangan. Ular haqida barcha ma'lumot, sabablari, belgilari, davo choralari, retseptlari hammasi joylangan. Tabiiy davo choralariga ajratilgan bo'limlari ham bor. Bu innovatsion mobil ilova kitobimizni iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlarga yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, skachat qilib olishingiz mumkin. Yoki shu videoni tagiga ko'p yozuvda ssilka qoldiraman, uni ustiga bosib, skachat qilib yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.